O'z mansab yoki xizmat mavqeini suiiste'mol qilish, undan shaxsiy yoki o'zgalar manfaatlarini ko'zlab moddiy yoxud nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanish jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Anglaganingizdek, gap korrupsiya haqida ketmoqda. Bugun jamiyatimizda ushbu illatga qarshi jiddiy kurashilyapti. Uning oqibatlari turli uchrashuvlar, davra suhbatlari orqali keng tushuntirilyapti. Mavzu doirasida muxbirimiz lavhasi. Korrupsiya xalq tilida aytadigan bo'lsak, poraxo'rlik hayotning barcha sohalari rivojiga katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Korrupsiya qonunchilik tartibining va jamiyat axloqiy normalarining buzilishiga olib keladigan jirkanch illatdir. Korrupsiyaga qarshi kurashish, bunday noxush holatlarning oldini olishda barchamiz birdek mas'ul bo'lishimiz zarur. Sirdaryo viloyat soliq boshqarmasida soliq xizmati organlarida korrupsion xavflar yuzaga kelishining oldini olish va holatni monitoring qilish mavzusida tadbir tashkil etildi. Tadbirda so'zga chiqqanlar faoliyatning ochiqligini ta'minlash, fuqarolar bilan bevosita muloqotni kuchaytirish va soliq organlarida ijobiy muhitni yaratish haqida ma'ruza qildi. Sirdaryo viloyatini budjet prognozlari bo'yicha 2025-yil uchun 1 trillion 949 milliard so'm reja grafik belgilagan bo'lsak, shundan hozirgi kunga qadar, ya'ni noyabr oyining 16-sanasida 2 trillion 80 milliard tushirishga ulgurildi va o'tgan yilning mos davriga nisbatan 138% yuqorilashga, soliq tushumining o'sishiga sabab bo'ldi. Ushbu holatlarda biz mahallabay ishlash tizimi, undan keyin korxonabay ishlash tizimi, keyin qo'shilgan qiymat solig'i va aylanma soliq to'lovchilar bilan ishlash tizimi, undan tashqari jismoniy shaxslar bilan ishlash bo'yicha alohida mahalla soliq inspektorlari biriktirish orqali soliq nazorati tadbirlari amalga oshirildi. Tadbir davomida sohada halollik, poklik prinsipi asosida faoliyat olib borayotgan bir guruh soha xodimlari e'tirof etildi. Oilada farzandini halollik nafasi bilan ulg'aytirgan, har doim duoda bo'lgan onalarga minnatdorchilik bildirilib, tashakkurnomalar berildi. Umidjon o'g'lim soliq tizimida 10 yildan ortiq ishlayapti. Shuncha davlatga foydasi tekkandan xursandman. Mana bugun shunchalik mehnatini inobatga olib taqdirlandi, yana ham xursandman. Soliq xodimi aholi bilan ishlashda, ularda soliq madaniyatini shakllantirishda doimo faol bo'lishi lozim. Mazkur tadbir soliq xizmati xodimlarida o'z kasbiga bo'lgan mas'uliyat va fidoyilikni yanada oshirishga xizmat qildi desak, mubolag'a bo'lmaydi.